bu Nurdan Haydarov o'zimiz jiyanimiz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bu ukamiz, jiyanimiz tog'am o'g'li Oqqo'rg'onda 1957-yili dunyoga kelgan. 1 avgust. 1 avgustda dunyoga kelgan. Shundan boshlab u o'zini 2-3 yoshlarida beri qo'liga o'zim bizni tog'amizni kuyovi Mo'ydin aka degan bor edi, tog'amizni o'g'li bor edi. Shu kuyovi shu bunga qo'liga zubotni berib o'rgatganlar boshida. Birinchi 3 yoshlarida. Shundan keyin bu shunga san'atga qiziqib, Nurdan jiyanimiz qiziqib, shunday adiblarga yetib keldiki, oxiri bu ona vatani, dadasining tug'ilgan, tog'ami tug'ilgan joyiga keldilar. Shu yerda yashadi. Bizni oldimizga kelganda 13 yoshlar yoshda edilar. Shu yerda bizni 6-brigadamizga borib, u mahalda misol 13 yoshar, 15 yoshar bolalar ham paxtaga chiqardi. Shu yerda birga ishlardik. Shunda ham yetib bordi deguncha buni ishlamasdi. Ishlamasdan qo'liga yog'ochni olib ashlatardi. Unisi o'tgan ketgan ham ashlatib ber, Nurdan ashlatib berdi. Shunday ashlatib qo'yardiki yoshligida. Sher akani ashlalarini aytib, shuni hammani rom etardi o'ziga. Shunday chiroyli aliglarda aytardi. Keyin biz o'sha yoshligimizda eshakminda o'ynardik. Eshaklarimiz bor edi. Eshagimizni minib olib, adamaqa teskari bo'lib, shu o'yinlarni o'ynab juda adaqa yurardik. Endi Nurdan mana Xudo rahmat qilsin, mana shu yerda necha yil yashagan bo'lsa, o'zimizni Farg'ona vodiysini xalqiga qancha yordamlar ko'rsatdi, hammasini dilida qoldi. Bu ukamiz mana 1900 misol 2003-yili shu kasallikdan mana bo'ldi, lekin uni uzoq oxiratini obod qilsin, iloyim salomat bo'lsin. Mana biz hozirgacha shu jiyanimizni duo qilib, sizni tilovat qilib, shunga rahim yuribmiz. Iloyim o'g'liga umr bergan bo'lsin, iloyim ijodini salomat bo'lsin. Hojiakbar ham salomat bo'lib yursin. Manzilxon ular shularga bosh bo'lib, Manzilxon kelinlarimiz iloyim mana shu bolalarga bosh bo'lib, yuzlariga kirib, iloyim sog' salomat yurishini nasib aylasin. Hammamiz tan jonimiz yaxshi bo'lsin. Amin. Yaxshi tarbiya oldik. Kamtarinlikni, umuman yaxshi odamlarda qanaqa fazilat kerak bo'lsa, shu hamma fazilatlarni shu Nurdandan o'rgatdik. Bizga bergan tarbiyalarning nihoyatda cheki yo'q. Joylar jannatda bo'lsin, oxiratlari obod bo'lsin. Shu yerga kelardilar, Toshkentdan kelsa yo Advalnikiga keladi yo bizga keladida, ammamga ayting, bitta lag'man qilsin, lag'manni yaxshi ko'radilar-da, tuqqanman lag'manni yaxshi ko'radilar, lag'man qilsin dedi, darvoza lag'manni qilardida, tashqaridan kelsa meni yo'q deb qo'ydilar. O'zimiz tog'avachalar hammamiz birga, amakachalar hammamiz birga o'tiramiz deb, shunday chiroyli bo'lib o'tirardikki, hali joyda Nurdan ham o'zi ham askarasi ham qilardi-da. Askasi ham bor edi. Bitta bu san'at tomonidan, ashla tomonidan emas, askar tomonidan askarlarni bizni qiziqtirib, biz bilan juda adab bo'lib o'tirardi. Ukamlar, mana jiyanlarim, Abduvalim, ukalarimiz hammamiz birga o'tirardik. Yuzlarda tepalarga chiqib o'tiramiz, o adallarga chiqamiz, bog'larga chiqib tomosha qilib, hamma yoqda do'lasaylarga, dinlarga sho'milib, soylarda, binolarda sho'milib maza qilardik o'sha mahallalarda. Endi hayot shunaqa ekan, mana 47 yoshida jiyanimizdan mana farzandlari qoldi. Iloyim Hojiakbar, Jasurbeklar. Dachaga bor dam olaylik demasizda, sanlar bilan mana shu yerda maza qilib dam olaman dedi. Dam olaman dedi, ha. Uyda o'zimiz dam olardik. Aski yaxshi ko'rardi. Anisi anekdotlarni yaxshi ko'rardi. Akam ham anekdotni juda ko'p nimasida qahramon. Qahramon yangisidan eshitaylikdirdi-da. Qandaydir quchoqchaqlikni xohlardi-da, bir o'tirgan davrada shu kulgi bo'lsa bo'ldi Nurdan uchun. Adbono pakamlarga ham juda o'tirganmiz, gaplashib, shunday qiziqchilik qilib o'tirgan Adbonoga Toshkentdan kelganda o'tirganmiz bizlar. Biz o'tirardik, ikki bo'lsa chaqirardi. Qahramon keyin qahramon aka
Tez yetib kelib yodgor berib yuborardi oldimga. Mashinasini yuborardi, meni chaqirardi. Chet yetib olgan bo'lsam, Abduvali o'zimizni mashinalar, oshna-og'aylarimiz, qandoshlar bo'lardi-ku, birga o'tirardik. Ana o'sha kunlarda qumsaymiz. Yaxshiliging tegsin, yaxshiliging tegsin deb biza. Agar bir odamlarga shu nima qilib, "Mo palonchi bunday qildi" ichimizda, "Yo'q, sen shunga yaxshilik qaytardilar." Ha? Yaxshilik bilan nima qilgan deb biza.